Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni yapga o'rnatib berdik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyat Beshariq tumaniga yapga o'rnatdik. Materiallarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, listlarimiz 2 lik listdan bo'ldi. Profillar 6 ga 4lik, 1 7lik stenida 100%. Stoykalarimiz 10 ga 5 shivillerdan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yarim divoynoy darvoza hisoblanadi. Bu o'rtadagi yong'oq sifatli gullarimiz birlik listlarda ikkinchi qavatga qo'yib berdik. Anaqa dastalari bilan birga bo'ldi. Xudo xolasa hozir zamonaviy darvozalarimizda dasta qo'yib beringlar deyishyapti. Nerjinkalarga qo'shib qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Tepasini kimdir ochiq qilib ber dedi, kimdir yopib beringlar dedi. Yopib berilaveradi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Zamoklarimiz har doimgidek zubur zamok. Yog'lab qo'yyapmiz. Yog'lab chiroyli qo'yishyapti. Mana Like bosmagan-ki. hozir mana ichki orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari ham tekis bo'ladi, xudo xolasa. Buyon mana orqalarini ochib ko'rsatib ko'ramiz. Mana burungi ham cho'tka bo'ldi, xudo xolasa. Azizlar, yoqqan bo'lsa kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bu darvozalarimiz sizlarga ma'qullikka kelib turgan bo'lsa kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga emanet.